Fayzullayeva Nigina Abdurahmatovna Buxoro shahar 29-umumiy o'rta ta'lim maktabining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisiman. Bambuzli haqida eshitganmisiz? Bugun aynan mana shu platforma haqida sizlarga ma'lumot beraman. Bu ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'yin shaklidagi vosita bo'lib, u asosan o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Ushbu platformani ishga tushirish uchun xohlagan brauzerimizdan bambuzli.com deb poyezd beramiz. Quyidagicha oyna chiqadi. Birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, Join for free tugmasini bosasiz. Bu yerda elektron pochtangizni kiritib, parollarini kiritib, tasdiqlagandan keyin ismingizni yozasiz va sizga bambuzli.com saytiga kirish uchun akkaunt ochiladi. Menda mavjud akkaunt borligi uchun sign in tugmasini bosaman. Akkauntimga kiraman. Demak, bu platforma o'quvchilarning fikrlash, muammoni yechish va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirar ekan. Ta'lim sifati yaxshilanadi, chunki interaktiv o'yin orqali mavzular yaxshiroq yodda qoladi. O'quvchilar jamoaviy ishlash va o'z fikrlarini ifodalash bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Darsni qiziqarli tarzda olib borish uchun ishlatilar ekan. Demak, mana o'yinlarimiz, mavjud o'yinlarimiz. Bundan tashqari yangi yaratish uchun game tugmasini bosamiz. Game tugmasini bosgandan keyin mana bunday oyna chiqadi. Biz o'zimizga tushunarli tilga o'girish uchun bo'sh joyga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, перевести на русский desak, mana yozuvlar rus tiliga o'giriladi yoki o'zbek tiliga o'girishingiz ham mumkin. O'yinimizga nom beramiz. O'yinimizga nom berish uchun masalan office deb qo'ysak agar, misol sifatida siz boshqa nom berishingiz ham mumkin. Undan tashqari bu platformani barcha fan o'qituvchilari foydalanishi mumkin bo'lgan platforma. Juda ham qulay, o'yinlar qiziqarli, o'quvchilar darslarga juda ham qiziqib ishtirok etadi. Sozdать игру deymiz. Sozdать игрuni bosgandan keyin mana savol va javoblarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana savolni yozamiz. Bu qanday dastur? Mana bu pastda necha ochko berasiz shu savolga? Savollarni qiyinlik darajasi bilan ham ball berishingiz mumkin ekan. Savollarning javobi rasm sifatida ham bo'lishi mumkin yoki savolning o'zi ham rasm sifatida ham bo'lishi mumkin ekan. Endi javobini yozamiz. Javobini masalan Excel deb yozaman. Oldindan yuklab olingan rasmimni tanlayman. Saqlanitni bosaman. Manda birinchi savol tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi savolni kiritamiz. Office dasturlari. Bu yerda xohlasangiz javobni kiritasiz, xohlasangiz mana rasm bilan kiritasiz. Открытni bosamiz. Mana ballarni ham bu ikkinchi savolimizga ballini mana 20 ballik qilsak ham bo'ladi. Save tugmasini bosamiz. Bosgandan keyin mana ikkinchi savolimiz ham tayyor bo'ldi. Close tugmasini bosish orqali mana savollarimizni ko'rishimiz mumkin. Endi o'yinni boshlash uchun play tugmasini bosamiz. Play tugmasini bosdik. Mana birinchisi bambuzli bepul versiyasidan foydalanamiz, kiramiz. Mana bu yerda guruhlarimiz, ya'ni sinfimizni nechta guruhga bo'lamiz? 2 tami, 3 tami, 4 tami, demak, guruhlarni tanlaymiz. Ikkita guruhni tanlagandan keyin mana
bonuslarimizni belgilashimiz mumkin. Ya'ni bonuslarimiz bu yerda qo'shadigan nechi baldir qo'shadigan yoki ballarni ayiradigan bonuslar mavjud ekan. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, shularni yoqasiz, yoqmaganini o'chirib qo'yishingiz mumkin ekan. Temaga kiramiz. Temalar qaysi, ya'ni kartalarimiz ustida qaysi mavzuda temalar bo'lishini xohlasangiz, shuni yoqasiz. Yo'qgandan keyin ana endi o'yinni boshlaymiz. O'yinni boshlash uchun klassik rejimida ishlaymiz. Klassik rejimini bosamiz. Bosganimizdan keyin mana o'yin savollar, ya'ni savol kartochkalari sport temasida chiqdi. Endi mana bu yuqori qismida tahrirlashimiz mumkin, ya'ni guruhlarimizni nomlarini o'zingizga ma'qul bo'lgan ismlar bilan nomlashingiz mumkin ekan. O'yinni boshlaymiz. Mana birinchi savol, mana 5 ball minus qildi. Ikkinchisini bosamiz. Bu qanday dastur? Agar nomini topsa o'quvchi, Excel dasturi to'g'ri. Keyingi savol Office dasturlarini toping. Agar o'quvchi to'g'ri javob bersa 20 ball, noto'g'ri javob bersa mana minus bo'ladi, ya'ni ball oladi. Va oxirgi savolimiz mana minus qildi. Demak, ikkala guruhda ham jarimalar ko'payib ketdi va birinchi o'rinni birinchi guruh egalladi.